Onani guruhda bo'lmasdan ketama. Yadana nima edi? O'zini ekan, o'z men buni gapga olaman. Yerabdi telefon beribdi, jasga maqtanib keray. Kimga maqtanasan? Ha, beribdi. Ha, jo'q o'tib qo'yma bu. Ha, aşkız. 17 Pro Max'ga nomeringizni yozib bering. Juma aka, telefon nomer yozishni bilmasligingizni ham aytdingizmi? 17 Pro Max'siz bor ekan. Pulingiz shunchalik ko'pmi? Pullar o'tiraman, pul bit menga. Juma aka, pul sanashni bilmasligingizni ham aytdingizmi? Tutuqni inanmur chaliq qo'ydim. Kecha bir tashkillashtirmadimmi? O'tirib ishqalib kelmadingizmi? Mayli, bugun soat 17:00 ga ishxonamga keling. Mayli, boraman. Juma aka, savatni bilmasligingizni ham aytdingizmi? Qo'yaman, filmga ko'rinmi? Kechga meni qayerda uchrashamiz? Kechganmi? Ha. Ishxonamda. Yura, 17:00 necha bo'ladi? 17:05 bo'ladi. 5 qachon keladi? Quyosh aqqarib o'tib ketgandan keyin keladi. Quyosh botgandan keyin menga javob ber. Nima qilasan javobni? Uchrashuvim bor-da. Ha, kim bilan? 17 dan beribdi, maylimi? Ha, davay gazini bu. Beri, yura, o'pka beraman. Ha, kesakdan olov chiqdimi deyman. Islom akamning iPhone telefonini olib qizlarga o'ramoqchi bo'lyapsanmi? Hozir san borib qilaman. Voy, keldingizmi? Siz meni shaqqa ishlaysizmi? Ha, men Textil qurilish kompaniyasining Urgutdagi Musaffo turar joy majmuasida ishlayman. Hozirda bizda Ramazon aksiyasi ketyapti. Har bitta xonadon uchun 45 milliondan 95 milliongacha chegirma, ya'ni har bitta kvadrat uchun 10% chegirmadan. Bag'dan qo'rqmang, pullar muammo yo'q. Juma aka, bu 17 Pro Max sizdagi yo'qligingizni ham aytdingizmi? Tutib nima? Kino jadallashyapti, telefon meniki. Yo'q-e. Senikimi? Ulan, gurabda qo'limga ketdi, tamam. Bu mana bittasi.